Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ozodaxonni mumkinmi chaqirib bera olasizmi? Hop, gapiravering aka. Ozodaxonga tabriknomamiz bor edi. Ayni daqiqalarda qalbimdagi dil izhorlarim Sherzodbek tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Aytavering, eshityapti aka. Ozodaxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi rahmat. Sizni bugungi shukronali kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat, kattasan. Ayni daqiqalarda qalbimdagi dil izhorlarim Sherzodbek tabriklar loyihasidan sizga qo'ng'iroq qilar ekanman. Bizni loyihamizga sizni yaqinlaringiz tomonidan bir ajoyib tabriknoma maktubi kelib tushgandi. Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bir taxmin qilib ko'ring-chi. Otamlar tabriklash shekilli Mahimur otamlar. Keling sizga o'zim aytib o'taman. Ushbu tabriknomani siz uchun qadrli bo'lgan, sizni jondan aziz yaxshi ko'rgan, siz dunyoga kelganingizda quvonib ketib, qizim qiz farzandlik bo'ldim deb xursand bo'lgan ota-onangiz tomonidan kelgan ekan. Ijozatingiz bilan ularning tabriknomasini sizga o'qib eshittirsam. Assalomu alaykum, o'zimni qadrdonim, o'zimni jonajon farzandim, shirin so'zligim, og'u ko'zligim, mehribonim, ko'zimni nuri bolajonim. Bugungi shukronali kunlaringiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim bizni baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turguncha turing. Sizdek farzandimiz borligidan faxrlanaman. Hayotimizda borligingiz uchun rahmat. Gohida bilib bilmasdan jahl ustida sizni urushgan bo'lsak, bo'lsak, dilingizni og'ritgan bo'lsak, biz ota-onangizni kechiring. Bolajonim, ilohim 100 yoshlarga kiring. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Biz bilasiz uncha so'zga yo'g'roqmiz. Shuning uchun biz o'z so'zlarimizni bir ajib she'rga bitganmiz. Muhabbat bog'imni mevasi o'zing. Onamga o'xshaydi yuzing, qosh ko'zing. Ko'zimga to'tiyo bosgan har izing. Umrimda porlagan mitti yulduzim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Bilmaysan dard bilan yomon og'rindim. Chaqaloq yig'isin qancha sog'indim. Baxting to'kisligin farzanddan bildim. Dunyoga keliboq yoritgan yuzim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Jajji qo'llaringda asta tutgan ko'nglimdan ajib bir hislar o'tganda, armon hayotimda bir zum kutganda, Allohga aytaman shukrona so'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Otangni, onangni kutgan oxisan. Yo'llari yoritgan ko'kda mohisan. Padarim, volidam, ovunchog'imsan. Mehribon inson bo'l, yetadi ko'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Oqil mard kuyovni nasib aylasin. To'ylarda o'g'ilday belni boylasin. Xudoyim eng buyuk baxtga saylasin. Doim kulib yurgin, doimo o'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim degan ajoyib tabriknomani yo'llagan mehribon otajoningiz va qolaversa onajoningizga aytajak dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, sizni eshitamiz. Avvalambor rahmat, kattakon, shunchalik unutmagan ekan. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' salomat bo'lsin, farzandlarini, nabiralarini baxti kamolini ko'rib yurishlik nasib aylasin. Umrlarga, hajlarga birgalikda borishlik hammamizga nasib aylasin. Umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Rahmat shunchalik sizlarga ham. Kattakon rahmat hammalaringga, ishlaringga rivoj. Ushbu qo'ng'iroqni kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Yo'qda. Sizga kutilmagan surpriz bo'ldimi? Xafa bo'yatuvdan tabriklamadi. Sizni mehribon ota-onangiz bizga ushbu tabriknomani erta tongda vohli uyg'onib jo'natgan edi. Ayrim bir sabablarga ko'ra bizni eshittirishimizda qo'ng'iroqlar ko'p bo'lganligi uchun bizni yodimizdan ko'tarilgan ekan. Shuning uchun ota-onangizdan xafa bo'lmaysiz. Albatta bu bizning xatoyimiz va sizga eng katta baxt tilaymiz, shukronalik tilaymiz va mana shunday ota-onangizni baxtiga sog' bo'lishingizni, salomat bo'lishingizni tilab qolamiz. Ayni daqiqada
loyihalarda kechdan ko'ra kech yaxshi degandek, sizga kutilmagan surpriz bo'lgan bo'lsa, unda biz qalbimdagi dil izhorlarim Sherzodbek tabriklar loyihasi bag'oyatda xursandmiz. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Ushbu tarona qalbimdagi dil izhorlarim Sherzodbek tabriklar loyihasi tomonidan maxsus siz uchun yangraydi. Bolamiz birga deb juda ham ishondim. Sen bilan orzuda mening hayotim yashar ekan teran